Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan hovli joyimiz Urganch tumanida Bol idorasining yonida 2 qavatli 120 kvadrat metr hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Hovli joyimiz 1-2 etajdan polni plita bilan bosilgan, 80% pishenkalich, 20% xomkalich. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Balkonni ega, fasadlar suvoq holatda. Stupenkalarimiz chiroyli qilib ko'kko'ta balkonan baland qilingan, aynalarimiz katta akvaplastik ramlardan qilib turibdi. Girish eshiklarimiz yorma demir eshiklardan bo'ladi. Bismillah deb giribizda hovli joyimizga kirgandan dalanimizdan 5 metr razmerda oladi. Chet tarafda rakovina mestalari, kafelar qilinib turibdi. Har bir xonamizda elektrik avtomatlar ham qilingan. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Bog'chasi, maktab ham yaqin. Lokatsiyasi Bol idorasining yonida izda. 80% pishenkalish bilan bitib turibdi. 1-2 etajdan plita bilan bostinli shpakolatkadan chiqib, gipsokardondan figuralarni berib ko'tdilar. Shpakolatkadan chiqib turibdi. Shu görsenişte aziz yurtdoshlar, narx ham chiroyli narxda. Narxini ham aytib o'tamiz. Videomizni kuzatib borasizlar. Oyoq tela steshlar qilinib turibdi. To'pli pol qilingan hammeri. Suv, sovuq suv, kanalizatsiya, montaj ishlari hamma narsasi bitib turibdi. Bu tarafimizda bir xonasi berimiz, oshxona qilsanizlar ham bo'ladi. Berimiz razmeri 3,5 metr, 4 metr razmerda katta panoramli oynalar, podogonniklar ham bor. Elektrik montaj ishlari hamma narsasi bitib turibdi. Gipsokardondan figuralar berilgan. Daha şimdi azizler, bu tarafımızda spanyamız, birimiz 380 metre, bu tarafımız 4 metre. Şpakolotkadan çıkıp gipsokardondan figura verip tuttu. Aynalarımız bağ tarafa karagan, podogonnikler ham bor. Joyimiz skvoznoy joy azizler, doğru qarab turib, oshxonamiz bu yoqda ekan azizler. Bu yoqda bir zal, bir spanya bo'ladi ekan. Shunda birimiz oshxonamiz, oyoq keladi. Kafeler kılınan, duf kontenistini katıyorlarımız, bize reduktorlar hemen esas tayar, töpli pol kollektifler hem var, su için nasos koyulanlar, su çöçüklerimiz hem bütün tayar olup tuttu. Farklıklar kılınan ezler. Bu aynamızdan bağa karab tuttu. Kanalizasyon montaj işleri, gaz toşçası, su toşçaları hemen esas getirdi. Hiç nesesinden olması yok. Bu tarafımız bağ tarafı, kızıl çizgi 1,5 metreden geledi şimdi bildiğiniz. Öyle versenizler ya iyi gelirseniz, öyle versenizler hem boladı. Lisansamız kuyma kılıngan, lisansamız teninde sanuzeli boladı. Sanuzeler kafilden çıkıp kanalizasyon montaj işleri bitip tuttu. İyi ariston mestalar bitken ezdi. Hemen ezesine akamet verip bittiklerler bu tarafımız ikinci etajı çıkışı oladı. Lisansamız kuyma kılan tuttu. İkinci etajımızdan toplu pol kılıngan, streççiler kılınıp. İkinci etajımızda 4 xonasi var ekan, sizda skvoznoy berimizda topli pol kollektorlari, berimiz spanyamiz, patologlar gipsokardondan figura berib turibdi. Balkonga ega. Yine balkondan ham ega, bu tarafda balkondan chiqib o'tsanizlar bo'ladi. Aynalar, eshiklar akvaplastik ramlardan, bu tarafimiz yine bir spanyamiz. Uyimizden tarafına qaragan aynalarimiz, podogonniklar hammasi bor, berimizdan 384 razmerda konditsioner rozvetkaları, trisi rozvetkalar hemen esası var. Adalıkla gipsokardondan chiroyli qilib tuttu. Şu görsenişte beriladi bizda. Berimiz kattalar uchun spanya qilsanizlar ham bo'ladi. Nisan üzerine ega. Kafeler qilinib tuttu bizda. Kanalizasyon montaj işleri. Uyimizin elinde balkonini. Birden elektrik avtomatları koyup getirilgen. Bir de sanuzeli, ikinci taşı sanuzeli oladı. Kafeden çıkıp tayar olup tuttu. Birimizden bir gördük. Şimdi 4 xonasi var bizde ikinci etajda. Narxına geladi olsak, narxını amat ketamiz. Urganch tumanida aziz yurtdoshlar, Bol idorasining yonida 120 kvadrat metr 2 qavatli, 2 qavatdan plita bilan bostirilgan, 80% pishenkalish, shpakolotkadan bitib tayyor bo'lib turibdi. Elektrik montaj ishlari, topli pollar hamma narsasi bitib turibdi.